Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en mühim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda bo'lsin. Xitoyni qo'llagan davlatlarning soni 50 ga yetdi. Amerika ovozi to'rining 27 iyuldagi xabarda bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetiga kollektiv xat yo'llab, Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish siyosatini qo'llagan davlatlarning soni 50 ga yetgan. Bu oyning 5-ida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetiga a'zo 22 davlat birlashim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosatini tanqidlagan bo'lib, necha kundan keyin Rossiya, Kuba, Saudiya Arabiston qatorliq 37 davlat buningga qarshi birlikda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga xat yo'llab, Xitoy tarafda turgan edi. Xitoy taratqullarining bildirishicha, hozir Xitoyni qo'llagan davlatlarning soni 50 ga yetgan. Mazkur davlatlarning vakillari bu vaqtda to'xtalib, Sharqi Turkistonda taratqular ko'rsatgandek zulm yo'qligini, Xitoyning siyosatini qo'llaydiganligini, atalmish terrorlikqa va radikallikqa qarshi ekanligini bildirishgan. Xitoy jinoyatini yana bir qatim inkor qildi. Avstraliya Yangi kundalik gazeti to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari yaqinda Avstraliya taratqullari e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi dokumentni inkor qilib, dokumentda tilga elingan kishilarning urug' tuqqanlarining xotirjam baxtlik yashayotganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, bir qism Avstraliya fuqaroligiga o'tgan Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalganligi haqidagi dokumentning butunlay to'kmat ekanligini, noto'g'ri maqsadlar bilan o'ydirib chiqarilganligini bildirdi. Xitoy bayonotchisi yana ABC kanaliga ota-onasi va urug' tuqqanlarining yo'qolib ketganligini oshkorlagan Azimat Umar G'o'ja haqida to'xtalib, uning so'zlarining yolg'on ekanligini, barliq urug' tuqqanlarining erkin holda xotirjam yashayotganligini bildirdi. Xitoy taraf yana bir qism Uyg'urlarning chet elda o'ltiraqlashish uchun yoki Xitoyni planli qaralash uchun yolg'on so'zlayotganligini bildirib, o'zini nomussizlarcha oqladi. Avstraliyaning ABC kanali yaqinda Uyg'urlarning vaziyati haqida bir hujjatlik film ishlagan bo'lib, xalqarada kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Serikjon Belash o'g'liga oilasida nazorat qilinish hukmi chiqarildi. Qozoq xabarlari to'rining bugungi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning shikoyati bilan Qozog'istonda tutib turilayotgan Serikjon Belash o'g'li Ostonada sud qilinib, oilasidan nazorat qilinishga hukm chiqarildi. Qozog'istonda Ota-yurt tashkilotini qurib, Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan qozoqlarning qo'yib berilishini talab qilish harakatini boshlab, Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini sababsiz lagerlarga tutqun qilib, qirg'in qilish jinoyatini xalqarada pash qilishda alohida to'kib qo'shgan qozoq faoliyatchi Serikjon Belash o'g'liga bugun Ostonada sud ochildi. Serikjon Belash o'g'lini qo'llab sudga qatnashgan qozoq xalqi sud koridori bilan ho'ylisini to'shqizib o'tdi. Serikjon sud binosiga kirganda xalq birdak yaraysan deb uni qo'llashdi hamda Serikjon qo'yib berilsin deb shuar to'lashdi. 2 soatlik davomlashgan sud natijasida Serikjon Belash o'g'lining Almutadagi oilasida nazorat ostiga ilinishga hukm chiqarildi. Ostona soqchi doiralari Serikjon Belash o'g'lini Almuta soqchi doiralarining oilasida nazorat qilishiga o'tkazib berdi. Ma'lum bo'lishicha, Almuta soqchi doiralari Serikjon Belash o'g'lini oilasida nazorat qildiganligi bildirilgan bo'lsa-mu, biroq qanchalik vaqt nazorat ostiga ilindiganligi bildirilmagan. Serikjon Belash o'g'li Xitoy tajovuzchilari va Qozog'istondagi Xitoyparast kishilarning shikoyati sababli Qozog'iston taftish doiralari tomonidan boshqalarni jihodga va milliy o'chmanlikka qudratqullik qilish jinoyati bilan ayblanib tutib turilmoqda edi. Hong Kongdagi Xitoyga qarshi namoyish bargan sari keskinlashmoqda. Amerika ovozi to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Hong Kong xalqining tutqunlarni Xitoyga qaytarish qonun loyihasiga norozilik bildirish namoyishlari texmo keskinlashmoqda. Xabarda Hong Kong soqchi doiralarining namoyishchilarning faqat charter bag'ishchisiga namoyish qilishga ruxsat qilganligi, 10 minglagan namoyishchilarning 2 guruhga bo'linib, bir guruhining Causeway Bay rayoniga, yana bir guruhi namoyishchilarning Xitoyning Hong Kongdagi aloqa ishxonasiga qarab yurish qilganligi, g'azablangan namoyishchilarning soqchilarning yo'llarini qamal qilishiga qaramay olg'a ilgirlaganligi, soqchilarning yosh oqquzish bombasi etib xalqni tarqitishga uringanligi, namoyishchilar bilan soqchilar orasida to'qinish kelib chiqqanligi, yordamlar sonining texi aniq emasligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, oldingi haftaning oxiri Yuanlong yer osti poyezd stansiyasida yuzlariga maska taqib, oq kiyim kiyib olgan bir turkum kishilar kaltaklar bilan namoyishchilar va yo'lovchilarni urib,
oz degandimi 45 kishini yordar qilgan. Bu voqeaga soqchilarning kechikib aralashishi xalqning qattiq g'azabini qo'zg'agan. Hong Kongda jinoyat bekitilgan kishilarning Xitoyga Aumin alohida rayoniga va Tayvanga qaytarilishini osonlashtiradigan qonun loyihasi 3-aprelda parlamentga sunilgan bo'lib, siyosiy jinoyatlarning bu doiraga kirmaydiganligi ilgari surilgan edi. Biroq mutaxassislarning bildirishicha, 7 million 400 ming nüfusli Hong Kong xalqining ko'p qismi Xitoyning hukumat sistemasiga ishonmagan. Shundaqla Xitoyda xohlagancha qo'lga elish, adolatsiz sud qilish va hatto qiyin qistoqqa elishdek nachar muomalaga uchrashdan andisha qilgan. Ular bu sababdan mazkur qonunning ma'qullanishiga bor kuchi bilan qarshi turmoqda. Xitoy sharqiy va janubiy dengizda harbiy manevr boshladi. Xitoyning Zhejiang va Guangdong o'lkalariga qarashli dengiz bexatarlik idoralari e'lon qilgan dengiz qatnashi uqtirishlarida Zhejiang o'lkasining sharqiy dengiz tabaligida va Fujian o'lkasi bilan Guangdong o'lkalarining janubiy dengizdagi tabaliklarida harbiy manevr o'tkazilganligi bildirildi. Koordinatlari berilgan rayonlarda sharqiy dengizdagi manevrning tunugun 28 iyul kechda boshlanganligi va 1 avgustda oxirlashadiganligi. Janubiy dengizdagi manevrning bugun 29 iyul atdiganda boshlanganligi va 2 avgustgacha davomlashadiganligi qayd qilindi. Uqtirishda manevr o'tkazilgan dengiz tabaliklarida qatnashning cheklanganligi eskartildi. Sharqiy dengizdagi manevr Tayvanning shimoliga, janubiy dengizdagi manevr bo'lsa g'arbiga to'g'ri keldi. Manevrda qandaq taqlidiy urushlarning qilinganligi va qandaq qurollarning qatnashtirilganligiga munosabatlik uchur berilmadi. Xenan turma boshqarish idorasi xodimi Uyg'ur mahbuslarni terrorchilardir deb atadi. Zimiston to'g'ri xabar qilgan Sharq Turkistondan 2000 dak mahbusning Xenan o'lkasidagi 2 turmaga yo'tkalganligi haqidagi uchur to'g'riliq yana tafsiliy ma'lumotlar oshkorlanmoqda. Erkin Osiyo radiosining aniqlashtirishi davomida Xenan o'lkalik turma boshqarish idorasining xodimlaridan biri bu idorada maxsus atalmish Xinjiangdan yo'tkab kelingan mahbuslarni boshqarish ishxonasi ta'sis qilinganligini oshkorildi. Mazkur idoradagi yana bir xodim Sharq Turkistondan yo'tkab kelingan mahbuslarning terrorchilar ekanligini ilgari surdi. Sharq Turkistondan Xenanga yo'tkalgan mahbuslar haqidagi aniqlashlar davomida radio muxbiri Xenanning Javku turmasiga bog'landi. Bu xodimni o'xshashli ahvoldan ma'lumot berilmaydiganligini aytgandan keyin muxbir uningdan bu turmada Sharq Turkiston emas, balki javob berilmaydiganligini bayon qilgan. Telefon ziyoratini qabul qilgan o'lkalik turma boshqarish idorasining bir xodimi ahvolni munosabatlik bo'limimizdan to'g'ri Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga yo'tkalgan mahbuslar haqidagi ilgarigi xabarida mahbuslar yo'tkilishdan burun bir turkum turma xodimlarining Sharq Turkistonga berib maxsus tajriba o'rganganligini bayon qilgan edi. Erkin Osiyo radiosi elib borgan ilgarigi aniqlashlardami Gansu qatorliq o'lkalarda Sharq Turkistondan Qirg'izistonda Uyg'ur tarix madaniyat muzeyi ochilmoqda. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrining atrofidagi Alatov yezisida Uyg'ur tarix madaniyat muzeyi ochilganligi bildirildi. Mazkur muzeyda yaqinqi 20 yildan buyon Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati orasidan yig'ib olingan Uyg'ur milliy chalg'u asboblari, Uyg'urlarning kundalik turmushiga doir buyumlar, shundaqla Uyg'ur xalqining ijtimoiy tarixiga doir yig'ilmalar ko'rgazmaga qo'yildi ekan. Bu munosabat bilan yaqinda ittifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimov boshchiligidagi hay'at Alatov yezisiga taklif qilingan. Ular mazkur yezda yangidan ochilmoqchi bo'lgan muzeyni ziyorat qilish bilan bir vaqtda o'zlarining qimmatli taklif fikrlarini o'tirg'a qo'yishgan. Mazkur hay'at 5 kishidan tashkillangan bo'lib, ular ittifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimov, Qirg'iziston madaniyatiga emgak singdirgan rassom Sabitjon Babajonov, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan kelgan Uyg'ur ziyolisi Hamrajon Amroq, siyosiy fanlar magistr nomzodi Rahimjon Hofizi va jamoat arbobi Yarmuhammad Abdullayevdan iborat. Ma'lum bo'lishicha, mazkur muzey Akbar Karimovning shaxsiy xarajati va emgaki bilan ochilmoqchi bo'lib, u o'z qo'li bilan temir va qapoqlardan har xil san'at buyumlarini yasab muzeyga qo'ygan. Shundaqla Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'istonlarni oralab Uyg'urlarga munosabatlik tarixiy va milliy buyumlarni setib olib, o'z muzeysiga qo'ygan ekan. Akbar Karimov o'zining maktabdagi vaqtlaridan tortibla Uyg'ur xalqining tarixi va madaniyatiga qiziqib kelganligini bayon qildi. U mushu muzey orqali Uyg'ur xalqining boy madaniyat meroslarini boshqa xalqlarga tunishtirmoqchi bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. U yana mazkur muzeydagi yig'malarni Qozog'iston, Mong'oliya, Vyetnam va boshqa davlatlardan kelgan mehmonlarning ziyorat qilganliklarini bildirdi. Bildirilishicha, Akbar Karimov qurgan bu muzeyni har qanday inson xohlagan vaqtda haqsiz ziyorat qilsa bo'ladi ekan.
Akbar apandi yana ziyorat qiluvchilarga muzeydagi yig'malarni shaxsan o'zi tushuntirib berdi ekan. Uyg'ur gimnastika mahiri Nariman Qurbanov Italiyadagi musobaqada kumush medalga erishdi. Qozoq axborot byurosi agentligida o'quvchilarning Dunyo tanharakat o'yinlari 2019 musobaqasida gimnastika mahiri Nariman Qurbanov kumush medal yutib oldi nomli maqola e'lon qilindi. Uningda 21 yoshli Uyg'ur yigiti Nariman Qurbanovning gimnastikaning ot ustidagi harakat turi bo'yicha kumush medalga erishganligi xabar qilindi. Xabarda mushu oyning 3-kunidan 14-kunigacha Italiyaning Neapol shahrida o'quvchilar yoshlarning tanharakat o'yinlari bo'yicha 30-qatimliq yozliq dunyo musobaqasi bo'lib o'tgan. Uningga tanharakatning 18 turi bo'yicha 112 davlatdan 6000 ga yaqin tanharakatchi qatnashgan. Umumiy natijalar bo'yicha Qozog'iston komandasi 1 oltin medal, 5 kumush medal va 1 mis medal bilan 25-o'rinni egallagan. Ma'lum bo'lishicha, Almuta shahrida yashayotgan Nariman Qurbanov 5 yoshidan tortib gimnastika bilan shug'ullangan bo'lib, uning dadasi Husanjon Qurbanovmi shu sohaning mohiri bo'lib, Narimanning erishgan yutuqlarida cho'ng rol o'ynagan. Nariman Qurbanov o'tgan yili Avstraliyaning Melbourne shahrida o'tkazilgan dunyo musobaqasida oltin medalga erishgan edi. U ot ustida mollaq etish harakat usuli bilan dunyo gimnastika tanharakati sohasida yangilik yaratgan ham uning texnikasiga Gimnastika Federatsiyasi tarafidan Qurbanov yoki inglizcha The Qurbanov deb nom berilgan. Nariman Qurbanov shu yil yana Sloveniyaning Koper shahrida bo'lib o'tgan gimnastika bo'yicha dunyo musobaqasida ot ustidagi harakat bo'yicha o'rindigan mahoratlari bilan 2-o'ringa erishib, kumush medal bilan taqdirlangan edi. Asad va Rossiya urush aeroplanlari Idlibni bombardimon qilmoqda. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, dastlabki ma'lumotlarga asoslanganda hujumda 6 fuqaro o'lib, 18 fuqaro yordar bo'lgan. Qo'zg'olonchilarga taba aeroplan kuzatish markazining bayon qilishicha, Asad qismlariga taba urush aeroplanlari atigan sahardan boshlab Idlibning yirikchilikni tuvallatish rayoni doirasi ichidagi Arisha noyisi, Ma'ar Shurin va Tamil yezisi, Hama viloyatiga qarashli Kafar Zita va Latamina nahiylarini qattiq bombardimon qilgan. Aeroplan kuzatish markazining bayonotiga asoslanganda Rossiya urush aeroplanlari bo'lsa, Hamaning Kafar Zita va Latmina nahiylarini bombardimon qilgan. Fuqarolarni qovdash atratidan egallangan ma'lumotlarga ko'ra, Asad qismlarining havo hujumida Erisha noyisida 5 kishi va Ma'ar Shurin yezisida 1 kishi bo'lib, jami 6 fuqaro hayotidan ayrilgan hamda 18 fuqaro yordar bo'lgan. Havodan qilinayotgan quyuq bombardimon sababidan o'lganlar sonining eshib ketishidan andisha qilinmoqda. Rossiya va Asad qismlarining Idlib yirikchilikni tuvallatish rayoniga oldingi haftadan buyon havo va quruqlikdan qilgan hujumlarda o'lgan fuqarolar soni 102 ga yetdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.